Full kod. Barcha kodlar ishlaydi. Avval kozni yumib like bosing. Uddalaysizmi? Chunki siz shu yerdagi o'yinga kirishingiz bilan qahramon tomon yura boshlaymiz va yaqinlashganimizda muloqot tugmasini bosamiz. Kodlarni qaytarish tugmasini bosganimizda siz shu yerda maxfiy kodlarni terasiz. Shu kodni tersak, kod muvaffaqiyatli qayta ishlanadi va bizning inventarizatsiyamizda kodli birinchi bepul element paydo bo'ladi. Va bu tayoq bilan terimiz qanchalik zamonaviy ko'rinishiga qarang. Va siz yozadigan ikkinchi kod bu shu yerda. Enter tugmasini bosganimizda ikkinchi kod yordamida yozish. Va nihoyat hech qanday robuxsiz olgan mana bu juda zamonaviy ko'zoynaklarga qarang. Va bu shunchaki terimizni juda chiroyli qiladi. Va siz yozadigan uchinchi kod shu uchun. Va qarang, biz o'sha kod orqali butunlay bepul oladigan uchinchi element. Va bu bizning terimizga shunday ta'sir qiladi. Va 4-kod. Qora qalpoqchani kodga bepul oldim. Kiyimimizni buzib qo'yadi. Inventarimdagi bepul zamonaviy binafsha quloqchinlarga qarang. Terimda turishini ko'ring. 6-kod mana shu. Oxiri inventarimizga tushuvchi yelka personajiga ham qarang. Va bu maskot bizning yelkamizda shunday qoladi. Qidiruv tugmasiga por iso deb yozib Roblox bosh ekraniga o'tamiz. Siz minoyini shu yerdan qidirasiz. Meniki bilan bir xilligini bilish uchun dasturchini tekshirib ko'ring va ijro etishni bossak, bu sevimli mashg'ulotimiz paydo bo'ladi. Shuningdek, ko'rib turganingizdek, uni tugatgan sari qo'shimcha ball olamiz. Lekin bu o'yinning eng ajoyib jihati shundaki, u siz ishlatishingiz uchun maxsus maxfiy kodlarni yashirib qo'ygan. Reactimes butun 5si va bu kodlarni faollashtirish uchun biz ekranning chap burchagiga mana bu kichkina ko'k rangli tugma ustidagi joyga boramiz. Reactimes butun 5si va siz maxfiy kodlarni aynan shu yerda terasiz. Reactimes butun 5si ko'rib turganingizdek, ushbu kodlar yordamida biz o'yinda yanada ko'proq ballarni osonlik bilan qo'lga kiritishimiz mumkin. O'yindan so'ng uch tugmasini bossangiz, ballaringizga ko'plab bepul buyumlar olishingiz mumkin. Mana bu yoqimli yuzlarga qarang, hammasi bepul. Menga aynan mana shu yuz juda yoqdi. Endi buni bosib ballarimga almashtiraman. Mana ekran chiqdi, uni bepul olishim kerak. Logotipdan chiqib inventarimni ochdim va bu yuzni tekinga qo'shganimni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Qarang, u terimda qanday turibdi. Mini o'yindagi barcha bepul va juda zamonaviy narsalarga qarang. O'ynash tugmasini bosib, aynan shu maxfiy o'yinni topasiz. Kirishingiz bilan buyumni 0 robuxga sotib olish ekrani chiqadi. U yerda esa sotib olishingiz uchun maxfiy kodlar ham yashirilgan. Shuning uchun ekranning chap burchagida biz shu kodlar tugmasi ustiga bosganimizda va shu yerga aynan ko'rsatilganidek maxfiy kodlarni yozganimizda, ana shu kodlar yordamida siz ko'proq ball toplashingiz mumkinligini ko'rasiz. Shu talablarni ketma-ket bajarsangiz, yanada ko'proq ball to'plab qahramonni qo'lga kiritasiz. Bu mini o'yinda bir qator bepul narsalar bor. Menga aynan mana shu yorqin bad elephant juda ham yoqdi. Uni bosib yashil tugmaga o'taman va ekran chiqadi. Shunda uni bepul olamiz. Logotip va chiqishni bossam, inventarim ochiladi. Unda o'sha chiroyli Bricked Hot paydo bo'ldi. Lekin kuting, 7dagi o'sha lahzani eslay olmayapman. Bu nima? Shunaqami? Terimga qarang. Endi siz so'ragan o'yinga kiramiz. Unda bir nechta maxfiy kodlar bor. Yuklashda hisobingizni kuchaytirish uchun kodlar beraman.
Buning uchun pastki burchakdagi kodlar tugmasini bosing. Pastga tushib, ishlab chiquvchi kodiga tushing. Kodlar ishlashi uchun 3 bosqichni bajaring. Avval Vivals hamjamiyatini kuzatasiz, so'ng pastdagi ishlab chiqaruvchini tanlaysiz. Ortidan boramiz. Keyin siz qidiruv tugmasini bosasiz va Fortat deb yozasiz. Va siz o'sha belgini bosasiz va biz ham ularga ergashamiz. Chunki endi ushbu belgilarga ergashib, kod tugmasini bosganimizda va aynan shuni yozganimizda biz ushbu kodni muvaffaqiyatli olamiz. Lekin xavotir olmang, Rivals deb nomlangan ushbu o'yinda biz hali ham bir nechta kodlardan foydalanishimiz mumkin. Bu holda siz yozadigan ikkinchi kod bu shu yerda va bu kod bilan biz 5 ta kalitni olamiz. Va 3-chi kodni aynan shu sababga ko'ra yozasiz. Va bu kodlar bilan biz ushbu elementni olamiz. Va 4-chi kod shu sababli yozilgan. Va 5-chi kod. Kod muvaffaqiyatli ishlatildi. O'yin ishqibozlari uchun aytaman, bu kodlar bilan ko'p narsaga erishamiz. Bu esa tahsinga loyiq. Roblox qidiruviga por iso deb yozsangiz, o'yin paydo bo'ladi. Muallifni tekshirib, play tugmasini bosing. Yuklangach, karavotlar va uxlab yotganlarni ko'rasiz. Shuningdek, yegish uchun bir nechta tangalar ham chiqadi. Bosh karavotga borib, uni bosing. Shunda uxlashni boshlaysiz va uxlaganda tangalar ishlab topasiz. Biroq o'yinda maxfiy kodlar bor. Ularni olish uchun chapdagi yulduzcha orqali otib, shu yerga kodlarni kiritasiz. Endi yotoqda uzoq uxlashimiz kerak va himoya bilan favqulodda tugmani bosamiz. Va ushbu tangalar yordamida sotib olishingiz mumkin bo'lgan bir qancha bepul narsalar mavjud. Mening holatimda menga bu zamonaviy soch turmagi juda yoqdi va endi uni butunlay bepul sotib olaman. Mana Roblox logotipiga kirib, shu tugmani bosib inventarni ochsak, buyum bepul paydo bo'lganini ko'rasiz. Taqsangiz mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Eng yaxshisi, meni o'yinda ko'p bepul narsalar olish mumkin. O'yinga kirib, ishlab chiquvchini tekshiring va play tugmasini bosing. Bu akula o'yinida yashirin kodlar bor. Ularni topib sovg'alarni oling. Va kodlarni ishlatish uchun ekranning chap burchagidagi ushbu kichik sovg'ani bosamiz. Kodlar bo'yicha tugmasini bosib, shu yerga 3 ta maxfiy kodni terasiz. Shunday qilib, siz akula tishlarini qutqarasiz. Akula tishlari bilan bozor ochib, istalganini saqlab qoling. Yo'q, bu orada akula meni ushladi. Xavotir olmang, narsalar olish uchun hali ham maxfiy kodlar bor. Avvalo, videoni ko'rayotganlar bepul kod deb izoh qoldirsin. Sharfingizni o'qiyman va yurakcha qoldiraman. Chunki Roblox bosh ekranida qidiruvga TXIS deb yozib, o'ynashni bossangiz, aynan shu o'yinni qidirib topasiz. Ushbu xaritani yuklagandan so'ng, biz aynan shu yerdagi tulki tomon qarab yuramiz va o'zaro ta'sir qilish uchun uni bosamiz. Va endi biz kodlarni faollashtirish tugmasini bosamiz va siz birinchisi kabi maxfiy kodlarni kiritasiz. Va nihoyat, hech qanday robuxsiz qo'lga kiritgan mana bu juda yoqimli buyumga qarang. Va shunday qilib, u mening hayolimda qoladi. Va ikkinchi kod. Kitoblarga qarang, biz ikkinchi kodni ko'ramiz. Va u terisini mana shunday yo'qotadi. Bu zamonaviylashtiradi.
Uchinchi kod ham shuning uchun. Va bu juda yoqimli ryuksakka qarang. Uni butunlay bepul olasiz va shu tariqa u o'z qahramonida qoladi. 4-kodni shunchaki terish orqali sizga nihoyatda olovli aura beradi. Olovli aura sizniki. Uni taqib qahramoningizni juda zo'r qiling. 5-kod esa hammasidan eng yaxshilardan biri, chunki shunchaki uni yozsangiz. Va mana shu binafsha aurani ko'ring. Uni o'sha kod orqali 0 robuh evaziga olasiz. Va qarang, u sizning teringizni qanday chiroyli qilib qo'yadi. Endi navbatdagi kodni Roblox ichida faollashtiring. Ekranning chap burchagidagi 3 nuqtani bosib, keyin gift tart bo'limiga kiring va maxfiy kodni bepul faollashtirish uchun uni shunchaki shu yerga terishingiz kifoya bo'ladi.